Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Iymon rukunlaridan biri. Oxirat kuni bo'lishiga aniq ishonish iymon rukunlaridan biri bo'lib, bu rukun ikki narsa orqali hosil bo'ladi. Birinchisi, oxirat kuniga umumiy holatda, ya'ni bir kuni qiyomat qoyim bo'ladi deb ishonish. Ikkinchisi, sahih xabarlarda bayon qilingan o'limdan keyin yuz beradigan holatlarning barchasiga ishonish. Qaysi bir bandada ana shu ikki ishonch to'liq topilsa, u oxirat kuniga iymon keltirgan bo'ladi. Oxirat kuniga iymon keltirish o'ta muhim bo'lganidan Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinlarda Alloh taologa iymon keltirish bilan birga zikr qilingan. Astaizu billah. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. صدق الله العظيم. Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni barkamol o'qigan, zakot bergan va faqat Allohdangina qo'rqqan kishilar obod qilurlar. Tavba surasi 18-oyat. Qur'oni Karimda qayta tirilishga shubha bilan qaraydiganlarga bunday qarashlari noo'rin ekanini uqtirish ma'nosida qanday dunyoga kelganlari eslatib qo'yilgan. Ey insonlar, agar sizlar qayta tirilishdan shubhada bo'lsangiz, o'ylab ko'ring. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun sizlarni otangiz Odamni tuproqdan, so'ngra odam naslini ma'niydan, so'ngra lahta qondan, so'ngra shakllanib bitgan va bitmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz sizlarni xohlaganimizcha muayyan muddatgacha bachadonlarda qoldirib, so'ngra chaqaloq holingizda dunyoga chiqarurmiz. So'ngra voyaga yetgunlaringizcha tarbiya qilurmiz. Haj surasi 5-oyat. Ushbu oyat karimada insonlarning qanday yaratilganligi bayon qilingan bo'lsa, quyidagi oyatda ularning behuda yaratilmaganlari va bir kuni u zotning huzuriga qaytarilishlari haqligi bayon qilingan. Astaizu billah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa va annakum ilayna la turja'un. Sadaqallohul azim. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-u, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizmi? Mo'minun surasi 115-oyat. Oxirat kuni qachon bo'lishini Allohdan boshqa hech kim, biror farishta ham, biror payg'ambar ham bilmaydi. Uni faqatgina Alloh taoloning o'zi biladi. Bu haqida shunday xabar berilgan. Sendan soat qiyomat haqida qachon sobit bo'lishi haqida so'rarlar. Sen, uning ilmi faqat Robbim huzuridadir. Uni faqat o'zigina zohir qiladir. U osmonlar va yerda og'ir ish bo'ladi. Sizlarga faqat to'satdan keladir, deb ayt. Xuddi sen uni bilishing kerakdek sendan so'rarlar. Sen, uning ilmi faqat Allohning huzuridadir. Lekin ko'p odamlar bilmaslar, deb ayt. A'rof surasi 187-oyat. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi, nima sababdan sir tutilishini bilmaydilar. Imom Faxr rahmatullohi alayh ushbu oyat tafsiri xususida quyidagi gaplarni aytgan. Qiyomatning bandalardan maxfiy qilinishining hikmati shuki, bandalar qiyomatning qachon bo'lishini bilmasalar, bilmaganlari tufayli har doim unga hozir bo'lib turishga urinadilar. Bu esa ularni doim toatga undab, ma'siyatdan qaytarib turadi. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.